Qaysi viloyatdan san? Xullas, nima qilamiz endi? Xullasim. Hozir tepasini olmaydigan bo'lyapmizmi shunda? Nima deysiz siz? Buni tepasini olmasak, bu o'quvchilarga tepasini hammaga olib ko'rsatish kerak-da. Qanaqa top shuni men asosim olasan. Pointing ko'raymi? Pointing qilasan. Pointing beramiz. Masalan, men aytib ketishim mumkin. Soch uzunligi Yo'q. yetarli. Bu yerda masalan. Yine aytayın, shundan keyin bola geldi. Shundan geldi. Planlashtirmagan, to'y tez bo'ldi, shundan. Üstü tayyor, yonboshini emas. Nima qilamiz shunda? 1,5 bilan perevod etsak bo'ladi, lekin akantovkani nezida qilish kerak. Nimaga desangizlar, akantovka shundagina ko'rsanadi. Bo'lmasa termiyada unchalik ko'rsanmaydi. Lekin 1,5 tavsiya bermayman. Ya nolatish kerak, ya ushlatish kerak. Ana, ko'rdingmi necha o'zak tursan? Bu men tecrübemden çıkan gaplar deysen, hakikaten ham men malxonadan gapirib turam yo'q bu gapi. O'rinli narsa. 1,5 giy bola ishlanib bo'lmaydi lekin. Ya kuyov bolaga ham o'zgarroq bo'lish kerak-da. Shu 3 oymi ko'p o'zi aslında. Lekin endi ma'lum necha desam, o'zi 4,5 bo'lyapti. Fayt qilamiz-da. Shu nol qilish kerak, ya ushlatish kerak. 3 ta kontopcha cho'tki ko'rsanadi. Chen 1,5 qaradi desa. Shuni aytib, 0 bilan 3lik variantı bor deysan. Agarda shuni giy bola kelsa, maslahatim 3. Lekin 3 ne? Bizda O'zbekistonda yonini kalta qilish kuyov bolaga bilasizmi shunaqa tushuncha Yo'q, bor. buni kuyov demaymiz, просто nima qilamiz hozir shuni. Kuyov bola bo'lsa ham bo'laveradi. Buni oldiga sredniy fe'lat azakmiz. Переходчilari переход kerak-ku, sira asrorlar kerak-ku deysan. 0 kerak-ku, uklatma kerak-ku, kosmik. Hozir O'zbekistonda aslida mana shu yoni bor, mana shu kuyov bolaga mana shu ham kam o'zi. Kalta. Yo, masalan, men uchun Kuyov uchun u bor, buni boshqa narsa-da. yo, demoqchimanki, O'zbekiston masalan meni tushuncha farqi yo'q, kuyov bolami, siyov bolami, boshqami, u o'zining imiji, odamning imijida masalan. Yozilgan yeri yo'q. Yozilgan joyi yo'q, masalan, yoni mana shu 1 sm bo'lish kerak. Endi shu kostyumga moslab klassika qilishi o'stirishib qo'yadi masalan. Yan-pimpudan gap chiqarsan. Kuyov bolaga masalan teper qilib qo'ysa ham bo'ladi, fayt qilib qo'ysa ham bo'ladi, uni farqi yo'q. Bizda lekin shunaqa tushuncha bor. Bizda auditoriyamiz o'zbeklar, asosan o'zbeklarligi uchun hozir buni kuyov bola deb turib, tepasini yonga taraf yonini fayt qilib qo'ysak, erta yana savol tug'iladi, bu kuyov emas-ku. Kuyovga yonini fayt qilib bo'lmaydi degan haligi o'zimizda nimalar bo'ladi-da, gaplar bo'ladi, o'zbekcha gaplar bo'ladi. Kuyov emas, to'g'ri, tamam. Kuyov emas. Kim bu? Boshqacha. Yakto. Oddiy sredniy fe'l nima desan boshqa? Человек паук будет. O'ramalarni ham nima qilamiz-da buni? Bu quroqqa yetmaydi, tumalarga bor. Quroq qilsa ochilib qoladi-da, nimasi, yo'q, ko'tarilib qoladi. Hozir nima yubormanda? Yo'q, go'shak bilan cholgan. Shu kelishga. Unaqa videolar bor-da, ko'plar. Sizga klass yonga taraf ham ko'rsatishimiz kerak. Hozir aytilishi mumkin figirovka bilan ishlash. Shu ham aytib ketsa olaman. Uni bo'lmasa siz boshdan yo'ldan figirovkani tepasidan figirovka qilib keting. Aralashmang bunga. Figirovka desak bo'ladi. To'g'risida? Figirovka joyi bor. Nima qilsam? Tepasini masalan figirovka qilib tushuncha berib keting bunda. Tepasini uzunligini olmaymiz deymiz. Tepasini unaqa qilaylik. O'sha figirovka qilib ketaylik. Ani kuyov bolangizga yana bitta ma'lumot berib ketasiz. Nima demadingiz? Nima demadingiz? Lekin figirovka qilinadi, bu qilinishi kerak. Yana üstü mazdadan mağazada mukulat. O'shanda usti yetarli-da, buni yetarli. Mazda yana gördün mü başkanı? Seksi macho.
Platiyatı. Lekin sizlar filor degan gaplar bo'lib-ku. Mana qarang, mana shu filorovka nazarım, mana shu kalta sochlarim, ichida bunday qo'limga bunday qisib sanchilgan. Voy, bela. Ha, no, boshidami sen? Bunday qisam qo'limga sanchilgan. Mana shu kalta sochlarni. Ha, xo'p, nima diyeceksan? Men biroz so'rayapman, o'sha ko'rib. Ha, shu boshqa nima bo'ldi? Soch oladimi? Men homiylik bu dedi. O'sha mixga sanchilgan. Siz endi fidorovkada olingandan shunday bo'lib qoldi deyapsiz-da. Sochini tegdi qarang, o'zi boshqacha ekan sochi bor, teg. Bo'yalgan-a bu? Umid sariq soch. Короче, karamat. O'lchyapti. Короче, Moskvada sochi. Ketdik, nima qildik? Doim fidorovka qilib bering. Tepasida uzunligi yaxshi deymiz, haqiqatan ham yaxshi. Fidorovka qilib berasiz, ozgina. Yon. Keyin faziya qilib shaqqa shoqqa qilib yuboramiz. Hadichi. Kelishdik. Ketdimi? Dogovormi? Keyin sen lezvida kruglilarni akantopga çok geldi. Çünkü öte gitken gerek kantopga çünkü monteras vakaz bilen çizamiz. Çizgan vaqtda albatta takılması gerek. Bo'ldi, qilamiz. Bunisini qilib beraman. Qoshiga bir necha so'zlar tushiramiz. Mayli onam Mayli ulardan olamiz. çevirçileyiz. Bo'ldi. Çevir. Hozir bitta boshlay. Easy. Tamam. Nima deb qo'shayman shuni? Sen aytsak gaping ayt bir, to'xtamayın bir 2-3 minut. Hamma o'zing. Qolmasin, hamma o'zing. Shu hozir gaplarimizni habba hubbatib, qolipa solib, cho'tga deb sen ko'ting qisib bizga o'tirasan. Chunki bunda mumkin emas montajda keyin men shuni qidiraman keyin 1 yil. Yaxshimi? Hammasini ayt. Aytiladigan ishlarni hammasini ayt. Buning bo'lishi uchun endi uzr bu safarda uzr ham so'rab netaverasan, ustini sal kamroq netamiz, shuning uchun ikkinchi safar keyingi modelimiz bor, kuyov nimasini amal ular ham urug'laramiz u kadar buni ham aytib o'tdik. Men endi mashina aksent qilaveraman, endi u kuyov chiqadi-ku baribir. Ha, shu vaziyatda deb turib boshlaydi. Shu vaziyatda nima gap emas o'zi. Oshining gap ona bo'ldi, hamma o'zi nima qildi. Ketdimi? Ketdimi, ketmadimi? Voy. Kamerani bo'g'ondan qarab. Nima qilaman? Nima endi? Kinoteatrga o'tdim. Shunda Xullas, ko'rib chiqaraman. hozir nomi gaplaysan. Çok geldim gel. Shuni gapiraman. Vaziyatdan kelib chiqib. Meni soqolim olmabman. Hemen saçmadı. Sizga Sen karasan benim karasım geldi. Qaynoq uramiz o'zi. Urotimiz boshqa so'raymiz. Ish kerak, bizni bularga chiroylimiz kerak. Narsa. Tak. Mikrofoncha. Ya. Mikrofon yo'q. Menikini yakladın ya. Ha? Menikini yakladın ya. Yaqqani bor sizniki. Ras ishlamayapti. Ras nima yakmadınız mı? Kecha meni onajon. Ras. Ras 1 2 3 4 Bu bino tashavalari mi ustiga? Fizolkasiga. Salma propetsiya aniq qilib. Ha? Bino tashab turaymi? Ko'rinadi, oq bo'ladi, boshqa bo'ladi. Va yaxshi chiqyaptimi? Tashak koyarım. Maftan bulayım başaram yok şu köyüne oradan geçtim. Bana o şeyde bulan 5-6 dişi yok. Nasıl? Ben hem öz açta son yapma. O'z normal odam o'z yo'lida bir hamma Karıştı olur.
Qiyshlar, men ham basharam bu libosni olibdi. Bende bir 5 iş yok. Kelle ham ko'r, kelle soch ya. Ko'tar. ichiga tushib ketar ekanmi? Filtrlarni yurtqizaman deb tushundim. Ha, bitsin qo'yarmiz men sana. Aa, necəmi şey. Jim. Ne 9'larda başlayan. Gelin teyin direkt. Başa. Ne böyle tabrik? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dün necmet ettim. Tabii. Her bir Bak, bu ne yapsın? her bir divizyonda Bismillahirrahmanirrahim. Ben sana oturup sana. Yine şey. Estağfurullah. Evet, dibine hayatımda hayatımda. Şimdi Gayet. Çırpane çıksın diyor. Gitti bu. Vay be. Bak, korkmayın, ses açacağım. Basın. Sizga farqi yo'q, kar gaplashasiz ekan. Mana qachon chiqishi. Assalomu alaykum barberlar. Onlayn urug'imizga xush kelibsiz. Bugun bizda shunaqa model, ko'proq gapiraman, uzr oldindan. Qaranglar. Kimdir Saidbart deydi, kimdir oddiy обычный yonga taraydigan strishka, естественно, o'z-o'zidan ochiladigan probor и yonga taraymiz. Bu yerda qanday qilamiz? Yonni fade qilamiz. Endi kimdir klassika deb buni kiyovlarga qilsa ham bo'ladi, kimdir fade tushmaydi degan bo'lsa, demak bu kiyov bo'lamas. Xullas, tepasini nima qilamiz? Tepasini ozgina filerovkalaymiz, chunki obyomi уже yetarli. Agar sizlarga ko'rsatish uchun buni obyomini olib qo'ysak, soch yotmaydi, yiqilmaydi. O'shani hisobiga sizlarga shunaqa klient kelib qolsa, sizlar shuna qilsalaring bo'ladi. Tepasini olmadi demasdan ozgina ko'tarib, uchlarini filerovka qilib chiqamiz. Yonga chiroyli qilib, cho'rkalarni orqaga taraymiz. Aslida shu yon qismda ishlaymiz. Chiroyli qilib ko'rinish uchun formalarni chiqarib, planli переходlarni chiqarib, chiroyli qilib beramiz. Hozir xuddi shu tarzda sizlarga ham ko'rsatib beramiz. O'ylamanglar, tepasini olmadi. Bu shunaqa vaziyatlarda, shunaqa klientlar kelib qolganda ishlanadigan strishka hisoblanadi. Ölçülme etronik. Ölçülsangiz ham lekin yana bitta gapini to'xtab olib, ulab ketaveramiz yana. Ha, endi yana nima qo'shay? O'chirib tursangiz oson bo'lardi. Yana nima qo'shay? Nol aytdim. Nol aytdi. Probor aytdim. Aytdi. Ustun aytdim. Hozir demak qiladigan ishimiz ustiga aksent emas, yoniga ko'proq Aslında 70-80% Ketdi. yan başlarından üstüne azmaz pazaronyat kılıp doğrulab, kemiz çümüzünü balansına verip ukulatga üçün taxlab. Demak, e'tibor berasizlar bu safar tepasiga emas, chunki tepasi ozgina tekislanadi, xolos ukulatkaga tayyorlanadi. Основной eng qiziq joyi shu переходida. Bundan oldingi videolarimizda ham qilganimiz fadelar, lekin sochlar ozgina svetli soch bo'lib qolgan. Qora soch bo'lmaganligi uchun sizlarga yana qora sochda qamabsizlar, qora sochda qanaqa qiladi demasliklaring uchun bugun именно qora soch topib, shu qora sochda fade chiqarib beramiz. Aslida qora sochda chiroyli chiqadi. Biz ham qora sochda qilgimiz kelgan, lekin bizning modellar, odamlar ko'pi svetli soch bo'lganligi uchun ko'proq svetli sochda bo'lib qoldi. Hozir demak boshlaymiz. Sarvar akam boshlab beradi bugun. Tepalarni chiroyli qilib ukulatga tayyorlaymiz. Oldin aytib o'tganimdek, ko'proq aksent, ko'proq vнимание, e'tibor yon qismiga, planli переходda qanday chiqarishda bo'ladi. Men ham detallarga qarashib o'taman. Xudo xolasa sizlarga foydali bo'ladi, manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Kuzatamiz, e'tiborli bo'lib, protsessda rezultatni ko'rsatamiz. Pognaly. Zor bo'ldi, ajoyib bo'ldi. Düşünüp gaplashsak, tam dadil, konkret